Shou-biznes olamidan yana bir xabar. O'zbek shou-biznes olamining primadonnasi taniqli xonanda Yulduz Usmonova haqida hozirgina xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum aziz muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbek va jahon shou-biznes olamidagi eng tezkor va qaynoq yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklar ostiga bor yo'g'i bir donadan layk hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni yodingizdan chiqarmang. Yulduz Usmonova yangi qo'shiq taqdimotini o'tkazdi. Marosimga tashrif buyurgan mashhurlar orasida Ozarbayjon yulduzi Roza Sergerli ham bor deyiladi xabarda. O'zbek shou-biznes olamidagi eng tezkor va qaynoq yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklar ostiga bor yo'g'i bir donadan layk hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang.